Nargiz opa, qiz bolaga o'rgatish kerak bo'lgan birinchi narsa nima? O'zini qadrlashni o'rgatish kerak. Qiz bola pichish, tikish, ovqat qilishda u samo собой o'rganadi, chunki hayot shunga majbur qilib qo'yadi. 3 oyda o'rgansa bo'ladi. Uyda самое главное ota qiz bolani как prinsessaday ko'rish kerak. Mani xo'jayinim masalan qizimga prinsessaday qaraydi. Aytgan narsasini olib beradi. Men har doim so'kaman, dadasi erkalatib yuryapsiz desa, mani qizim ko'chadan, begona bolalardan biror narsa so'ramasin, lekin men hamma narsasini qilay, prinsessa bo'lib yursin deydi. Keyin bizda oilada shunaqaki, xo'jayinim har doim chet davlatga borganda doim qizimni 2 martadan, 3 martadan borsa ham o'sha davlatga doim olib boradilar. Men aytamanki, dadasi yuring ikkalamiz boraylik desam, o'g'illarim olmasa olmaydi-ki, qizim oladi. Nimaga degan savolimga bilasizlarmi nima deb javob beradi? Men bilmayman-ku ertadan keyin hayot qanaqa bo'lishini. Men qizimga butun dunyoni ko'rsatgim keladi deb har doim qizini aytganini qilib, aytgan narsasini olib beradilar. O'sha uchun ham qiz bolani qadrini va o'zini hurmat qilishi ham birinchi o'rinda turadi. Bu narsa oiladan chiqadi.